Navoiyda 15 milliard so'mdan ortiq oltinni noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritgan uyushgan jinoiy guruh Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tezkor tadbir davomida ushlandi. Ma'lum qilinishicha, ushbu jinoiy guruh bir necha oy davomida Navoiy viloyatining Navbahor tumanida qariyb 10 kilogramm oltinni noqonuniy ravishda o'zlashtirishga ulgurgan. Aniqlanishicha, 2025-yilning yozida Navbahor tumani Qalqonota mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Sarmishsoy tog' tizmasida joylashgan yer maydonlarida jinoiy guruh oltin qazib olishni boshlagan. Ular bir necha oy davomida noqonuniy faoliyat olib borib, sun'iy suv havzalari va chiqindi maydonchalarini jihozlagan. Tarkibida oltin bo'lgan tog' jinslarini yig'ish bilan shug'ullangan. Jinoiy guruh vakillari o'z faoliyati davomida tarkibida 9 kilogramm 928 gram oltin bo'lgan. Umumiy qiymati 15 milliard 551 million 219 ming so'mlik tog' jinslarini noqonuniy o'zlashtirishga ulgurgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 196-moddasi 3-qismi A bandi o'ta ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda ruxsatnomasiz foydali qazilmalarni qazib olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.